Hormay charchamaysiz. Assalomu alaykum, hormaylar. Yana bir bor. 5 barmog'imiz qoldimi? Qoldi. 5 barmog'imiz. Bitta qilib bering, 5 barmoq. Klientlarimizga qanday qilayotganimiz xuddi shunaqa qilib. Keyin 5 barmog'imiz nechidan nechigacha bo'ladi? Soat 10dan 10gacha. Bo'ladi, tugab qolmaydi-ya. Bemalol kelishsa bo'ladi. Jigarlar bemalol 5 barmoq kelsanglar bo'ladi. Bitta suzib bering, ko'ramiz. Qani. 5 barmoqda onda limon choy ichib olish kerak. Olib kelinglar 5 barmog'imni. Hozir birga yeb ko'ramiz. Qiladi-yu. Qani bugun 5 barmog'imizni mazasiga o'zim baho beraman. Birinchi xamirdan olamiz. Bismillah. Wow. Mazasi juda ham ajoyib. Ishtahani ochish uchun piyoz yeymiz. Mazasi shunchaki bomba. Yomonni ko'rsataymi sizlarga? Yiqiramiz. Qo'limda persatgam yo'q, o'zim 5 barmoq bo'lganicha yo'raman. Ikkita go'sht o'rtasiga xamir qo'ymaymiz. Club sandvichmi? Burger. Endi sizlarga 5 barmog'imiz haqida to'liq ma'lumotlar beraman. 5 barmog'imizda narxi 60 ming so'm. Jigarlar ichida mol go'shti, qo'y go'shti, ot go'shti, qazisi bor. Dumba bo'lsa dumba ham sug'orishadi jigarlar, dumba tabiilaga qadar. Narxi 60 ming so'm. Jigarlar bitta odam men zo'r yeyman deydigan odam ham maza qilib yeydi. 100% to'yadi deb o'ylaymiz. Dastavkamiz yangi yo'l bo'ylab ham bor. Bozorlarga ham bor. Hamma yoqqa yetkazib beramiz. Men esa 5 barmoq ishda davom etaman. Bitta like bosib, 5 barmoq yaxshi ko'radigan do'stiga tezda jo'natib qo'yinglar.